Ajdodlar izidan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy kengashi tashabbusi bilan bir necha yildan buyon qurolli kuchlar kuch tuzilmalari vakillari ishtirokida o'tkazib kelinayotgan mazkur tanlov yosh harbiy xizmatchilarning aqliy salohiyatini yuksaltirish, o'zbek va jahon adabiyotiga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Tanlovning respublika bosqichi ham ishtirokchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratdi. Respublika bosqichiga qadar bu tanlovning harbiy qism va muassasalar bosqichi, hududiy bosqichi hamda vazirlik bosqichlari bo'lib o'tdi. Jamoalarimiz mana bugun respublika bosqichida o'z vazirliklarini himoya qilgan to'g'risida bellashmoqda. Mana shu harbiy qism bosqichidan boshlab respublika bosqichigacha 25 mingga yaqin yoshlarimizni qamrab olganmiz. Jamoalar bir yoqadan bosh chiqargan holatda birgalikda harakat qilib bugungi tanlovimizda faol ishtirok etib borishi kerak bo'ladi. Ayni damda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy kengashi tashabbusi hamda kuch tuzilmalari hamkorligida 2025-yilgi Ajdodlar izidan intellektual tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bunda yosh harbiy xizmatchilar o'zlarining bilimlarini jamoalar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirgan holda o'zaro bahs sinashadilar. Ikki bosqichli tanlovda har bir guruhning nafaqat bilimi, balki jamoaviy birdamlik va tezkorligi sinovdan o'tdi. Bizni ajablantirgan jarayoni sizlar ham guvoh bo'lib turdingiz. Tadbirning intellektual o'yinligida, ya'niki taktikalar asosida bilim birinchi o'rinda, lekin ikkinchi o'rinda esa taktikalar asosida olib borilganligi ham quvonarli bo'ldi. Bunga o'xshagan tadbirlar biz harbiy xizmatchilarga jangovar ruhini ko'tarishdan tashqari ma'naviy ma'rifiy ongini ham yuksaltirishga bag'oyatda yuksak yordam beradi. Bu safar ikkinchi o'rinda olgan bo'lsa, keyingi safar jamoamiz bilan kuchli tayyorgarlik ko'rgan holda albatta Mudofaa vazirligi nomidan chiqib yana birinchi o'rinda olishga jamoamning nomidan va'da beraman. Shartlari va baholash mezonining o'ziga xosligi mazkur tanlovning yuqori ruh va bahs munozaralariga boy o'tishini ta'minladi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rin Favqulodda vaziyatlar vazirligi, 2-o'rin Mudofaa vazirligi jamoasiga nasib etdi. Faxrli 1-o'rinni Ichki ishlar vazirligi jamoasi qo'lga kiritdi. G'olib jamoalar va ishtirokchilar O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy kengashining diplom, kubok, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bizni vatanimizda aynan askarlarimizni, harbiylarimizni ma'naviy qiyofasiga juda ko'p e'tibor beriladi. Bu tanlovlar xuddi shunga xizmat qiladi. Yana bitta muhim jihati shundaki, masalan, shu savollarga tayyorlanish uchun ular kamida 10-15 talab har bitta tanlovga kitob o'qiydi. Bu agar bosqichma-bosqich hisoblasak, bir 40 ta 50 ta kitobni shular har bitta ishtirokchi o'qiydi. Bu ham katta narsa. Biz o'zimiz shuni ichida yurib ba'zan vaqt ajrata olmaymiz, lekin shular o'zini o'sha qanchadan qancha vazifalardan ortib ham shu kitobga mehr beryapti, vaqt ajratyapti. Bu ham katta natija deb o'ylayman. Albatta, bu kabi ko'rik tanlovlar yoshlarning kasbiga sadoqat, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, adabiyotga, ilm-ma'rifatga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishga xizmat qiladi. Kichik serjant Safarov Dilshod Zafarovli. Achilov Rahmonjon Usmonjonovich, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Jizzax viloyati kengashi harbiy bo'lim boshlig'i, podpolkovnik. Bobur Bomurod, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi.